yoqqan uchun kelyapmiz. Birinchi masjidda hammasini muomalasi, salom berib kutib olishlari eng yoqadi. Mana men 4-etajda turibman, juda ham toza havo. Havolari qandaydir odamga organizmi уже asablarim dam olishni boshladi. Men bu yerda sham, balchiq, serovodorod O'zbekiston bo'yicha shu Farg'onaning Chimyonida bor. Hech qaysi joyda yo'q. Assalomu alaykum. Chimyon o'z kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizga kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar. Biz Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Chimyon Chashma sanatoriyasidamiz. Dam olish maskanida. Bugungi videomiz sizlarga manfaatli bo'ladi degan niyatdamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariy fikrlaringizni bildiraverasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningiz o'ng tomonda turgan obuna bo'lish yoki podpisatsiya knopkasini bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Videomizni yakuniga qadar ko'ringlar, inshaalloh Xudo xolasa hamma uchun manfaatli bo'ladi degan niyatdamiz. Azizlar, mana qabulxonadan boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aradamizda yaxshimisiz, omonmisiz, charchamayapsizmi? Mana shu ukamiz hozir sanatoriya haqida ma'lumot berib, sanatoriyaning xonalarini, inshaalloh Xudo xolasa hammalarini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. xush kelibsizlar. Salomat bo'ling. Biz Chimyon Chashmasi sihatgohiga bizni mana bu qabulimizdagi adminlarimiz, administratorlarimiz o'tiribmiz. Shu yerda endi kelgan mehmonlarimizni kutib registratsiya qilishadi. Endi davom etaveramiz, o'rin ketdi. Bu Chimyon Chashmasini asosiy kirish qismi bo'lib, bu yer tabiiy zonalar, landshaftlar misol tashkillangan. Bu o'sha binoyimiz asosiy eski qurilgan binolardan bo'lib, qolgan binolarimiz yuqori qismda joylashgan. Bizning sihatgohimiz turistda dam oluvchini qamrab olish mumkin. 400 o'rinli hisoblanadi bu sanatoriyamiz. Turist xonasi bu. Turist dam oluvchini Turist xonasi bor, ha, albatta. Yuraveramiz, tepaga chiqamiz. Sizlarni qolgan endi misol icherilarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Mana bu giyoh livanni. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi tomoningizmi? Keling, aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hammalar yaxshimisizlar? Dam oluvchilarimiz giyoh livanlariga shu navbatda turishdi. Bu giyoh livanni organizm uchun juda ham foydali bo'lib, asosan davleniya kasalligi bor odamlarga, asosan o'sha ma'lum bir kasalliklarga davo hisoblanib, juda ham shifobaxsh hisoblanadi. Endi bir yo'li shu birinchi korpusimizdagi lyuks xonalarni ko'rib o'tamiz. Sizlarga shu xonalarni Polluks ekan, polluks. Polluks xonalarni obzor qilib o'tib ketamiz akajon. Ko'rsatib, sharoitlari haqida ma'lum miqdorda ma'lumot beramiz. Bu zdaniyamiz 2 etajdan iborat. Jami 20 ta xona bor bu korpusda. Sizga o'sha hozir polluks xonalarni ko'rsatib o'taman. Do'rna raqamda akajon. Ketdik. Birodarlar, hozir mana shu xonalarda dam oluvchilar bor. Bezovta qilmaymiz. Mana shu zdaniyada bitta xona bor ekan. O'sha bitta xonani ko'rsatib qo'yamiz. Bo'sh. Ha, bo'sh xona. Hammalari band. Chiroqni yoqaylik. 2 kishilik xona ekan mana. 2 kishilik polluks xonamiz bu. Ichida dush vannasi bor, hojatxonasi. Ketdik. Qulayliklar juda yaxshi bizda. Misol uchun bundan ham lyuksroq xonalarimiz bor. Endi ularni dam oluvchilarning talabiga qarab, misol belgilab beramiz, bron qilamiz. Misol uchun keluvchi dam oluvchilar bo'lsa, telefon orqali bizga bog'lanib, 1 kun 2 kun oldin bron qilib qo'yishlari shart. Chunki hozirgi kunda sezon jarayoni. Shuning uchun kelgan paytlarda xona muammo bo'lishi mumkin. Uzoq yaqindan kelgan o'sha birodar oshnalar uchun mana bizda yiriroq, kattaroq xonalarimiz bor, 5 kishilik. Kelib ko'rishlari mumkin. Juda ham qulay va juda ham sharoitlari zo'r.
5 kishilik. Juda ham keng. 5 ta do'st bo'lsa, 5 ta birodar bo'lsa kelib, Bemalol 5 ta dam olib ulfat ketishlari kelib bemalol, mumkin. ha? Dam olib ketishlari mumkin, albatta. Ha, dam olib. Yaxshi. Xo'sh. Yana nimalarni ko'rsataylik? Konditsionerlari bor akalar, Hamma muzdekini. sharoitlari bor. albatta. Konditsionerlari Hozirgi bor. Dush, Hamma yo'q ichida. ha. sanuzel hamma yo'q bor. Ichida ekanda, zo'r. Albatta. Ketdik. Mana. Stollar ham qo'yilgan, faqat Faqat tervamiz. kelib yashashsa bo'ldi. Mana tashqariga ham chiqib oldik. Endi bu yoqda qolgan korpuslarimiz, muolaja xonalarimiz, muolaja korpuslarimiz joylashgan. Mana bu zdaniyamizning kiraverish qismi. Bu yerda massaj xonalar joylashgan. Bu yerda 5 kishi o'sha massaj qilib, misol uchun kelgan mijozlarimizga xizmat ko'rsatishadi. Assalomu alaykum. Hasanboy, Nozimaxon degan misol uchun yana bir ikkita massajchi xodimlarimiz bor bu yerda. Shu asosan mana bel og'rig'i, grija kasallari bilan kelgan davolanuvchilarimiz uchun bu massaj juda ham foydali hisoblanadi. Xullas, hurmatli akalar, uzoq yaqindan kelgan azizlar, vatandoshlar, qo'shni respublikalardan ham Qirg'iziston, Tojikiston, boshqa misollarda, to'g'rimi? Kelishlaring mumkin. Bemalol darvozamiz ochiq. Kelib maza qilib dam olib ketasizlar. Ketdik edi. Davom etamiz, yuravering akajon. Assalom. Xo'p, akajon davom etamiz. Keyin ma'lumot sifatida shu narsani bir aytib o'tay. Bu zinalarimiz juda ham shifobaxsh hisoblanadi. Mana misol uchun yoshi katta insonlar oyoqda tuzlari bilan kelsa yoki oyog'ida bo'g'im og'riqlari bilan kelsa, osteoxondroz, osteoporoz kasalliklari bilan kelsa, shu zinalardan chiqib tushishi ularda shu oyoqlar uchun juda ham foydali hisoblanadi. Shuning uchun bu zinalarimizga hech cho'chimay kelganingizda, bu siz boshida kelib cho'chisiz, lekin oxirida kelganingizda bizga juda ham katta rahmat aytib ketasiz. Yuring akajon, ketdik. Xullas, hurmatli akalar, birodarlar, bu xonadonlarda ham bu zinali, misol, pog'onali uylar juda ko'p bizning o'zbek ahlida. Foydasi bor. Foydasi bor-a, doktor? Albatta, yuring akajon. Xo'p, yuring akajon. Bu xonamiz azona terapiya, igna terapiya, lazer terapiya xonasi hisoblanadi. Bu endi azona terapiyani foydali taraflari, misol qonalanishni yaxshilaydi, bosh miyada kislorod aylanishini yaxshilaydi. Juda ham foydali bu bizning lecheniyalarimiz. Kelib ko'rishlaringiz mumkin. Hozirda xodimlarimiz shu muolajalardan foydalanishmoqda. Assalomu alaykum. Kelib ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum, odamlar bor ekan, ketdik.
Bino o'sha chiroyli qilib qurilibdi. Bu binolarda endi hali chizmasi loyihasini asosan hali o'sha eski paytdagi binolarda chizmasiga o'xshatib qurilgan. Ha, qadimgi binolarga o'xshatibdi. O, tepalarini, mashalloh. Chiqar ekanmiz tepaga. Naqshinkor qilib ichkarilari nima deydi, dizaynlari ham xuddi eski paytdagi binolarda ko'rinishiga o'xshatib andoza olingan xullas. Mana yerlarga sharsharlar o'rnatiladi ekan. Xudo xolasa inshaalloh. Sharsharlar o'rnatiladi. Inshaalloh. Xo'p, qani ketdik. Sizga yana bir yuqoridagi bizning xonalarimizni birini ko'rsatib o'taman. Bu yerda 3 ta xonamiz bor, hammasi lyuks xonalar bu yerda. 91-xona, 92-xona, 90-xona. Bu o'sha 4 kishilik lyuks xonalarimiz. O'sha kirishda mehmon kutish zali yoki ovqatlanish zallari. Bu yerda o'sha mana 4 kishi uchun yotoq joylarimiz. Kondisionerlari bor. Televizor. Shu sadgohimizning eng yuqori cho'qqisida mana manzarani tomosha qilishingiz mumkin. Juda ham go'zal. Tongda boshqacha bo'lsa kerak, derazalarni ochib qo'ysangiz, oynalarni ochib, Suxudanda juda ham o'zgacha, fayzli, o'zgacha tarovatli. Chuqur nafas olib, bu yerdagi o'sha nafas yo'llari kasalliklarni ham davolab ketishingiz mumkin. Chunki hozirgi kunda boshqa shahar tumanlarimizda havoni ifloslanish darajasi yuqori ko'rsatkichga chiqib ketgan. Bizda juda ham havo toza. Assalomu alaykum. Hurmatli dam oluvchilar, kelinglar. Men shu Farg'ona Chimyon chashmasida dam olyapman. Bu yerda orasida xonalari o'ziga tortadi. Men hamma sanatoriyalarda dam olib chiqdim. Hammasiga borganman, lekin shu yerda sanatoriyasiga oshiqman. Har yili kelaman, yana yurak tortaveradi. Har 6 oyda dam olaman bu yerda. Chunki bu yerda xonalari orasida prirodalari juda ham go'zal. Pokizaligi, qizlarini hammasi juda ham yaxshi. Ayniqsa tozalovchilardan hamma qizlar bir-biridan mehribon. Orzuxonlar, Zulfiyaxonlar juda ham chiroyli kutishib oldi meni. Bu yerda ovqatlari juda ham shirin. Ovqatlarda как будто restoranda o'tirgandek mazza qilib ovqatlanasizlar. Kelinglar, bu yerda fizioterapiyalari, licheniyalari, ham fizioterapiya, ham licheniya olishga imkoniyat bor. Больницада yotsanglar, oldin licheniya olasizlar. Fizioterapiyasi yo'q, bu yerda ikkalasini birga olasizlar. Mazza qilib dam olasizlar. Ham madaniy xorda bor, ham inson yasharadi. Nimasidir bu yerda insonni yashartiradi. Har 6 oyda yurak shetlariga tortadi, kelib damlarda olib ketaman. Bu yerda juda yaxshi ko'raman. Qayerdan keldingiz? Andijondan keldim. Andijondan kelamiz, har yili kelaman. Oldin 1 yilda bir kelayotgandim, endi 6 oyga o'tib oldim. Chunki 6 oyda o'sha tortyapti-da. Nimasidir bor-da, bu yerda pokizaligi, medsestralar, hammasi yaxshi-da. Kirsangiz oshxonalarida juda ham pokiza, ovqatlari restorandagidek juda ham shirin. Bu yerlarda davolanuvchilar, kelinglar. Men 10 kunga keldim, 12 kunga surdirib qo'ydim yana. Mazza qilib dam olyapman. Sizlar ham kelib dam olinglar. Bir marta ko'ringlar, sizlar ham oshiq bo'lasizlar bu yerlarga. Mana men 4-etajda turibman, juda ham toza havo. Havolari qandaydir odamga, organizmi уже asablarim dam olishni boshladi. Men bu yerda sham, balchiq, serovodorod O'zbekiston bo'yicha shu Farg'onaning Chimyonida bor. Hech qaysi joyda yo'q. O'zbekistonda shu joyda Chimyonda bor. Shu Chimyonda borligi uchun shu yerlarga meni tortadi. Serovodorod olgandan keyin inson organizmi ham yasharadi. Yuz tuzilishlari ham hammasi insonga jicha o'zgarish bo'lib yashartiradi-da. Bu yerda ovqatlanishlari, fizioterapiya xonalari hammasi o'ziga jalb qiladi. Prirodalari, bu yerda gullari hammasi boshqacha. Hatto insonlari ham boshqacha. Meni kasbim tadbirkor. Biznesmenman. Asablarim dam olganda dam olishni bilaman. Shu yerlarga kelib, o'zimga hayotim uchun,
farzandlarimga kerakman, umr yo'ldoshimga kerakman. Yasharib yurish uchun shu yerlarga har yil kelib dam olib ketaman. Bu yer oshxonasi mana juda ham chiroyli. Hamma kirgan odam maza qilib chiqib ketadi ovqatlanib. Ovqat payti ham kelsangiz, juda ham chiroyli xonalari. Toza havoligi juda ham chiroyli. Qaraganda manzaralari chiroyli. Insonni o'ziga tortadi, daraxtlari. Ayniqsa bu yerda qurilishi stilini o'ta ham miyasi kuchli odam qilgan. Qarasangiz, xuddi hali crosswordga o'xshaydi-da. Bu yerga kirsangiz, xonalariga kirganingizda ham hammasi bir-biriga joylashib qo'yganda, o'zicha katta joy emas, lekin juda ham chiroyli qilib qurilgan ekan. Bu yerda manzaralari ham chiroyli-da. Kechki payt bu yerda o'yinlar, diskotekalar bo'ladi. Juda ham chiroyli joylar. Ayniqsa manzaralari. Bu yerda oqova suvlar oqib turardi, hozir to'xtab qolibdi. Muomalalar juda ham chiroyli. Hammasiniki juda ham chiroyli muomalalar. Shu muomalalar uchun har doim kelaman, dam olgani. Mana dam olib ketamiz. Juda ham chiroyli joylarda. Qarang, mana manzara. Qayerda bor shunaqa go'zallik? Juda ham chiroyli. Kim dam olgani kelsa, tortaveradi yurak. Men hamma sanatoriyaga borganman. Hech qaysi sanatoriyani bu yerga o'xshatmayman. Mana prirodalari juda ham chiroyli, juda ham go'zal. Men sanatoriyani faqat shu yerga o'zgartirib oldim. Kelinglar, dam olib ketinglar. Juda ham salqin, havolari toza, odamning organizmiga, yasharish bo'yicha juda ham chempion sanatoriya. Chimyon chashmasi zo'r. Andijondanman. Andijondan shu tomondan kelaman. Yoshimga nisbatan shu yerlarda dam olganim uchun hamma yosh baho beradi menga. Juda ham chiroyli joylar. Xo'p, mayli. Xo'p, mayli. Dam olgani kelganlar, kelinglar. Sanatoriya istayotganlar ikkilanmasdan Chimyon chashmasiga kelinglar. Telefon nomerlari bor. Men kelganimga 2 kun bo'ldi. Endi mana boshladim. Xudo xolasa 12 kunga surtirib qo'ydim. Yana sog'in, o'sha sog'inyapman. Shu yerda turib sog'inyapman bu yerlarni. Zo'r sanatoriya.